Assalomu alaykum. Avgust oyida Umra safariga borishni rejalashtiryapmizmi? Narxlarimizga, chegirmalarimizni e'lon qilamiz. Bugungi videomizda oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa ko'pchilik bunaqa sharoit har xil unaqa bo'lib qolyapti, sharoiti bunaqa bo'lib qolyapti deyishyapti. Xudo xolasa sharoitlarimiz bo'yicha ham to'liq ma'lumotlarni beramiz. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays. Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasidagi ofisimizdan sizlar bilan yuzlanyapmiz. Mana shu rasmiy ofisda o'z faoliyatimizni olib boramiz. Inshaalloh kelsalaring kutib olamiz. Bundan tashqari xudo xolasa Toshkentdagi ofisimizga ham tashrif buyursalaring bo'ladi. Inshaalloh aziz ziyoratchilar, aziz vatandoshlar, xudo xolasa O'zbekiston 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali bitta pasportlaringni tashab, o'zlaringni joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, qo'shni Tojikistondan Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ham ajoyib imkoniyatlarni yaratib qo'yganmiz. Videomizni oxirigacha ko'rsalaring ma'lumotini beramiz. Xudo xolasa bizda Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gastnitsa, Makka Mukarramada esa aziz ziyoratchilar 800-900 metr masofadagi 10-12 daqiqalik Diyor al-Aruba nomli gastnitsamiz. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Gastnitsada piyoda kirib chiqsalaringdan bo'ladi, avtobus qatnovlari ham amalga oshiriladi. Madina ziyoratlari: Qubbo masjidi, Uhud tog'i, Ravza-i Sharif, Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi. Qur'on bosmaxonasi haftaning 3 kunida bek bo'ladi, 4 kunida ochiq bo'ladi. Ochiq bo'lsa albatta olib kiriladi. Ziyoratchilarimizni Makka Mukarramada Mino, Muzdalifa, Jamorot, Arofat, Hiro g'ori, Savr g'ori shu qatori ziyoratlarni amalga oshirasizlar. Centrum Holidays orqali Qizil dengiz sayohatini ham albatta amalga oshirasizlar. Bundan tashqari aziz ziyoratchilar, bizda aeroportda xuddi shunaqangi bejiklar taqdim etiladi. Iltimos, Umra safariga ketayotganda mana shu bejiklarni ehtiyot qilib doimiy ravishda taqib yurishlaringizni tavsiya qilamiz. Yo'qolib qolsalaring yokida qanaqadir holat bo'lsa, mana shu yerda bizning raqamlarimiz bor. Aloqaga chiqib, sizlarni topib olish oson bo'ladi. Hamda Centrum Holidays kamzillari, Centrum Holidays sumkalari taqdim etiladi. Inshaalloh xudo xolasa aeroportda vizalaringni beramiz. Qaytishayotganda 5 litrli zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Va 50 boshlarimiz masalasiga keladigan bo'lsa, 50 boshlarimiz yuqori yilli, tajribali, malakali 50 boshlarimiz ishonchli hamsafar bo'lishadi. Inshaalloh 50 boshlarimiz xudo xolasa qo'ldan kelgancha ziyoratchilar bilan birga bo'lib, ziyoratlarga, ibodatlarga birgalikda yelkadosh bo'lishadi. Mana ziyoratlar, sayohatlar, bundan tashqari kerak bo'lsa bozorga borib kelishyapti, umra badaliga birgalikda avtobus gaplashib olib chiqib kelishyapti. Inshaalloh 50 boshlarimizni xizmatidan ko'ngillaring to'q bo'lsin. 3-4 kun ko'rinib, yo'g'ib qolib, yana 3-4 kun unaqa holatlar bo'lmaydi. Inshaalloh bizda aziz yurtdoshlar avgust oyiga Toshkent-Jidda Toshkent yo'nalishida 4-11, 18, 25 avgust sanalariga reyslarimiz bor. Narxlarini $985 dan qilib beramiz. 5, 12, 19, 26 avgust Farg'ona-Jidda Farg'ona yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Aynan ushbu reyslarimizning narxlarini sizlarga $1015 dan aytdik. Xudo xolasa $1000 dan qilib beramiz. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlaringizni joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Aytib o'tganimdek, istasalaring Farg'onada ofisga, istasalaring Toshkentda ofisga tashrif buyuringlar. Xudo xolasa istasalaring Telegram orqali bitta pasportlaringni tashab, o'zlaringni joylaringni bron qilishlaring mumkin bo'ladi. Inshaalloh 2 yoshga to'lmagan farzandlarini olib bormoqchi bo'layotganlarga viza to'lovi, 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun bilet hamda viza to'lovi olinadi. Inshaalloh undan uyog'iga standart narxda ketadi. Agar vizalaring bo'lsa $100 minus qilib beramiz. Parvozlarimiz Centrum Air samolyotlari orqali amalga oshiriladi. Ya'ni o'zimizning Centrum samolyotlari. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, samolyotlarimizda ovqatlarimiz ham bexijolat bo'ladi va bizda bordi keldi biletlaring oldindan olinadi. Xudo xolasa hech xavotir olmaysizlar. bexijolat
chiroyli samolyotlar. Zaddeshga masalasiga keladigan bo'lsak, 4 kun 5 kun zaddeshga bo'lib qolmaydi. 4 soatdan 12 soatgacha zaddeshga berishligi mumkin bo'ladi. Lekin hozirda zaddeshga bergani yo'q. Har bitta reyslarimiz o'zini vaqtida uchyapti. Lekin 4 kun 5 kun qolib ketish holatlari bizda kuzatilmaydi. Chet elda musofirda ota-onasini umra safariga jo'natmoqchi bo'layotganlarga xudo xolasa xuddi shunaqangi sertifikatlarimizga ism familiyalarini yozib, Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab bitta chiroyli guldastani olib borib tabriklab, mana shunaqangi umra safariga yo'llanmalar taqdim etib kelamiz. Bunga hech qanaqangi sizlardan to'lov olinmaydi. Shu aytilgan narxning ichida bo'ladi. Boshqa viloyatlarga bo'lsa bitta chiroyli quticha qilib, tayyorlab, ichiga narsalarni solib, BTS pochtasi orqali, dastavka orqali berib yuboramiz. Inshaalloh kimda 50 ta 60 ta odam yig'ib qo'ygan hamkor akalar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Sizlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Narxlarimizni chiroyli qilib beramiz. Ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga chegirmalarimiz ham bor. Videomizga bitta like bosib, kommentariyaga yaxshiliklarni yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga mana shu videomizni yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda diydor ko'rishguncha. Bir umraga tatigulik umra safarlaringda Centrum Holidays albatta ishonchli hamsafar bo'la oladi.